Bismillahirrohmanirrohim. Muborak Arafa kunida har bir ota-ona o'z farzandlari uchun o'qishi zarur bo'lgan duolar va ajr-savob umidida o'qish zarur bo'lgan duolar. Ey Allohim, sening Vahid, Ahad, Somad ismlaring haqqi hurmati bilan senga duo qilaman. Zurriyotlarimning ahvollarini salohiyatli qilishingni umid etib senga duo qilaman. Ey Allohim, zurriyotlarimni, bolalarim, nabiralarim va qiyomat kunigacha davom etadigan silsilalarimni sening itoatingda, roziligingda, sog' salomatlik va yomonliklardan, gunohlardan ofiyatda umrlarini uzun qil. Ey Allohim, men uchun yosh go'daklarimni tarbiyalab ber. Zaiflarini men uchun quvvatli qil. Bemorlariga men uchun shifo ber. Ey Allohim, ularning badanlarida, quloqlarida, ko'zlarida, jonlarida va hamma a'zolarida ofiyat ber va ularni o'z rahmating ila jumla balolardan saqla. Sendan taqvo qilishlik bilan xatoliklardan, toyilishdan, gunohlardan saqlangan bandalaringdan qil va senga itoat bilan to'g'rilikka va yaxshiliklarga muvaffaq bandalaringdan qil. Ey Allohim, farzandlarimni menga itoatkor va menga osiylik qilmaydigan hamda menga oq bo'lmaydigan, xato qilmaydigan bandalaringdan qil. Ey Allohim, ularni tarbiya qilishimda va ularga odob berishimda va yaxshiliklar qilishimda menga yordam ber va ularni men uchun yaxshilik va meni esa ularga yaxshilik qil. Ey Allohim, ey omonatlarga xiyonat qilmaydigan zot, zurriyotlarimni senga omonat qildim. Ularni har bir ofatlardan, vabodan va yomon kasalliklardan, kecha kunduzda yo'ldagi ofatlardan va har qanday hasadgo'yning yomon nazaridan va har bir dushmanning bildirmay qiladigan adovatlaridan va yomon do'stlaridan va yomon dugonalardan saqla. Ey Allohim, zurriyotlarimni turli yomonliklardan, oldilaridan, orqalaridan, o'ng va chaplaridan, ostiyu ustilaridan keladigan hamma yomonliklardan saqla. Ey Allohim, zurriyotlarimni mening azizligim hamda faxrimning mastari qil. Ey Allohim, bandalaring qalblarida zurriyotlarimga muhabbatni ber va ular uchun qalblarni bo'ysundir. Ey Allohim, zurriyotlarimni dindagi nasibada va ilmdagi nasibada va xulqdagi nasibada, insonlarning muhabbatidagi nasibada rizqlantir. Ey Allohim, zurriyotlarim makonatini, darajatlarini yuksak qil va bandalaring o'rtasida sha'nlarini oliy qil. Ey Allohim, zurriyotlarimni taqvodor ziyolilar, sahiboylar va rahmdil to'g'ri yo'ldagi olimlardan qil. Ey Allohim, ularni badbaxtlardan qilma, ularni aziz va mukarram qil, xor qilma. Ey Allohim, ularni baxtli qil, bizlarni ular bilan baxtli qil va ular bilan birga baxtli qil. Ularni badbaxt etma va ular sababli bizlarni ham badbaxt etma. Ey Allohim, zurriyotlarimni eshitish,
ko'rish ne'matlari bilan ne'matla va ularni meni oldimda yomonliklar bilan sening huzuringdagi yaxshiliklardan ularni mahrum etma. Ey Allohim, zurriyotlarimga sog'lik, ofiyat, aql, zakovat va farosat va yodlash qobiliyatlari bilan rizqlantir. Ey Allohim, ularning qalblarida va ko'z oldilarida, so'zlarida, fe'llarida, harakatlarida va sakinatlarida sendan qo'rqinchni, taqvoni ber. Ey Allohim, ularni husnul xulqda, ya'ni go'zal xulqda qil. Ey Allohim, xuddi Davud alayhissalomga temirni ekkaningdek, ularning qalblarini latif, tabiatlarini yumshoq qil. Ey Allohim, zurriyotlarimni va ularning ishlariga ega bo'lganlarni mening foydamga hujjat qil va zararimga hujjat qilma. Amin. Allahumma salli ala sayyidina shafina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ey omonatlarga xiyonat qilmaydigan zot, ushbu muborak kunlarda senga duo qilaman. Meni va juftimni, o'g'il qizlarimni va ularning juftlarini, nabiralarimni va barcha musulmon va muslimalarni o'z himoyangga ol. Ey Allohim, vafot topgan yaqinlarimiz qabrlariga nuru ziyo, kenglik ber. Ey Allohim, ularni yaxshiliklaring bilan mukofotla va gunohlarini kechir, toki qabr lahatlarida tinch xotirjam yotsinlar. Ya Rob, ulardan judo bo'lib, firoqlarida singan qalblarimiz siniqlarini tuzat va ular bilan ko'rishishimizni bu dunyodagi oxirgi kunimiz qilib qo'yma. Bizlar uchun va ular uchun o'z huzuringda jannat qasrlarini bino et va uchrashish joyimiz o'sha yer bo'lsin. Amin ya Robbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina nabina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in.